Gentrachilarning og'riqli nuqtasiga zarba beramiz. Gentrani benzin rasxodini qisqartiramiz. Mana 3 litr benzin quyapmiz. Ichida idishimiz turibdi va 2 filtr qo'yilyapti. Hamma yoq moslab qo'yilgan. Biz rasxodini 0 qilib yurib ko'ramiz. 3 litr benzin solinyapti usta bunga. O'tatib oldik, kilometr 0 qilib qo'yamiz mana. 209 ekan. Kilometr eslab qolasizlar, nechta rasxod ishini ham ko'rib qo'yamiz. Men 0 qilib qo'yamiz. Yo'qmi? Ketdi. Og'amog'ri kirigidan yurdik. Svetoforda turibmiz mana o'zi, ikkinchi svetoforda qizildamiz o'zi. Yana qizil o'zi, mana svetoforga keldik. Rasxodimiz 11 ga qarab pastladi. Imkoniyatda kirigiga keldik, mana burilyapmiz o'zi mana. Mana endi mahallachidan haydaymiz. Svetoxordamiz o'zi yana qizil. Kelib to'xtadi o'zi pashti mana. 21 bo'ldi, benzinni ko'ramiz. Benzin paka bor. Benzinni oldik, mana 0 ga motordan. Qancha qolganini bilamiz, bagalashga qo'yib. Qancha benzin turibdi paka. Qani 20 kilometrda Gentra 1.5 qancha benzin rasxod qilyapti, sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. 1,5 litr olindi, qolganini mana bunga quyilyapti. 300 gram. 1 litr 300 gramga 20 kilometr yurgan hisob bo'lyapti. Usta bu hozir Gentra 1.5. Mana hozir qani hisoblaymiz, kalkulyatsiya qilamiz. 1 litr 200 gramni bo'lamiz 20 kilometrga. Qani Gentra nechta benzin yeyapti? Bila 6 litr rasxod qilyapti aka, udaladiga. Ey billamiz. Videoni ko'rdilar akalar, mana Gentra 1.5 0.20 motor o'zimizning mashinamiz 100 kilometrga 6 litr benzin rasxod qilyapti. 80-90 haydab borib keladi. Buni ham uddaladi endi o'g'lasan. Gazlar ochilib ketdi. Endi benzin yo'layotgan akalar aloqaga chiqaverasizlar.